Tasavvur qiling, nihoyat yangi avtomobilni sotib olishga qaror qildingiz. Buning uchun eski mashinangizni sotishingiz kerak. Uni suratga olish, e'longa joylash, tinimsiz telefon qo'ng'iroqlariga javob berish. Mashinani shunchaki ko'rish uchun keladigan, oxirida esa yaxshi o'ylab ko'raman deb ketadigan odamlar bilan uchrashishga ruhan tayyorsiz. Shu payt avtosalon sizga mashinangizni bizga qoldiring, bugunoq yangi avtomobilda ketasiz. Bu ideal yechimdek eshitiladi, ammo eng qizig'i nimada bilasizmi? Ba'zilar bunday bitimdan keyin vaqtini ancha tejaganiga ishonadi. Boshqalar esa oradan bir necha kun o'tib, bu qulaylik uchun amalda 10, 20, ba'zida esa 30 million so'mgacha ortiqcha to'laganini tushunib yetadi. Xo'sh, trading haqiqatan ham qulay xizmatmi yoki bu xaridorlarga chiroyli tarzda taqdim etilayotgan navbatdagi marketing vositasimi? Shunday holatlar borki, ularda trading haqiqatan ham eng to'g'ri yechimga aylanadi. Ushbu videoni tomosha qilganingizdan so'ng tradingga rozi bo'lish kerakmi yoki avtomobilni mustaqil sotgan ma'qulmi, o'zingiz xulosa chiqarasiz. Shuning uchun videoni albatta oxirigacha ko'ring. Chunki video o'rtalarida avtosalon menejerlari deyarli hech qachon aytmaydigan bitta oddiy raqamni hisoblaymiz. Aynan o'sha raqam sizning qulayligingiz aslida qancha turishini ko'rsatib beradi. Trading nima? Eng sodda qilib tushuntiradigan bo'lsak, trading bu eski avtomobilingizni yangisiga qo'shimcha to'lov evaziga almashtirish tizimi. Siz o'z avtomobilingiz bilan avtosalonga borasiz, uni ko'zdan kechirishadi. Texnik holati, kuzovi, bosib o'tgan masofasi, servis tarixi va modelning bozordagi talabini baholashadi. Shundan so'ng avtomobilingiz uchun narx taklif qilinadi. Agar siz rozi bo'lsangiz, ushbu summa yangi avtomobil uchun boshlang'ich to'lov sifatida hisobga olinadi. Masalan, ikkilamchi bozorda avtomobilingiz taxminan 200 million so'm turadi. Avtosalon esa unga 185 million so'm taklif qiladi. Siz narxi 350 million so'm turadigan yangi avtomobilni tanlaysiz. Yana 165 million so'm qo'shib to'laysiz va deyarli shu zahoti yangi avtomobil egasiga aylanasiz. Hammasi tez, qulay, e'lon joylashtirish ham shart emas. Uzoq savdolashuvlarga ham vaqt ketmaydi. Shu sababli ko'pchilik tradingni ideal yechim deb hisoblaydi. Lekin agar hammasi shunchalik yaxshi bo'lsa, nega dilerlar bu xizmatni shunchalik faol targ'ib qilishadi? Keling, avtosalon aynan qayerda daromad olishini ko'rib chiqamiz. Nega dilerlar tradingni shunchalik yaxshi ko'rishadi? Avval bir narsani kelishib olaylik. Avtosalon bu biznes. Uning vazifasi bizni baxtli qilish emas. Uning asosiy maqsadi bizning ustimizda foyda ko'rish va bu mutlaqo tabiiy. Lekin aynan nimada daromad olayotganini tushunishimiz muhim. Birinchidan, u sizga yangi avtomobilni sotadi. Ikkinchidan, sizning avtomobilingizni bozor narxidan arzonroq sotib oladi. Keyin esa uni sotuvga tayyorlaydi, yuvadi, polirovka qiladi, ba'zida kichik ta'mirlash ishlarini bajaradi va undan keyin yuqoriroq narxda qayta sotuvga chiqaradi. Ammo bu hali hammasi emas. Ko'pincha avtomobil bilan birga mijoz kredit, sug'urta, ro'yxatdan o'tkazish xizmati, qo'shimcha jihozlar yoki servis paketini ham rasmiylashtiradi. Natijada diler bitta bitimning o'zida bir nechta manba orqali daromad oladi. Shuning uchun ham menejerlar trading xizmatini mamnuniyat bilan taklif qilishadi. Bu sizga sovg'a qilish istaklari uchun emas, balki bu biznes uchun haqiqatan ham foydali bo'lgani uchun. Va aynan shu yerda eng muhim savol tug'iladi. Agar diler foyda ko'rayotgan bo'lsa, demak siz albatta zarar ko'rasizmi? Har doim ham emas. Chunki diler foyda ko'rayotgani siz avtomatik ravishda zarar ko'ryapsiz degani emas. Ba'zan siz shunchaki qulaylik uchun pul to'laysiz. Savol esa boshqacha. Bu qulaylik sizga qanchaga tushmoqda? Keling, oddiy misolda hisoblaymiz. Tasavvur qiling, avtomobilingizning bozordagi narxi 200 million so'm. Lekin bu e'londagi narx. Amalda xaridor kelib mashina ma'qul keladigan bo'lsa, savdolashishni boshlaydi. Natijada siz uni 195 million so'mga sotishingiz mumkin. Avtomobilni sotishga tayyorlash, yuvish, e'longa joylashtirish va mayda kamchiliklarni tuzatish uchun yana 2 million so'm sarfladingiz. Demak, qo'lingizda taxminan 193 million so'm qoladi. Avtosalon esa trading orqali 185 million so'm taklif qilgan edi. Farq 8 million so'm. Mana shu 8 million so'm sizning qulayligingiz narxi. Ya'ni siz qo'ng'iroqlarga javob bermaslik, xaridorlar bilan uchrashmaslik, savdolashmaslik va avtomobilni tez topshirish uchun 8 million so'm to'layapsiz. Endi savol, bu siz uchun qimmatmi yoki arzonmi? Kimdir uchun 8 million so'm juda katta pul. Boshqa birov uchun esa vaqt, xavfsizlik va xotirjamlik bundan qimmatroq. Shuning uchun trading har doim ham foydasiz deyish noto'g'ri. Lekin bu yerda bitta muhim jihat bor. Ko'pchilik xaridorlar faqat eski avtomobiliga taklif qilingan narxga qaraydi. Aslida esa butun bitimni hisoblash kerak. Chunki avtosalon sizning mashinangizni nisbatan yaxshi baholashi mumkin. Ammo yangi avtomobil narxiga qo'shimcha jihozlar, sug'urta, servis paketi yoki kredit xarajatlarini qo'shadi. Natijada siz bir tomonni yaxshi taklif oldim deb o'ylaysiz, lekin boshqa tomondan yanada ko'proq pul to'lashingiz mumkin. Masalan, avtosalon mashinangizni 190 million so'mga baholadi. Bu juda yaxshi taklifdek ko'rinadi, ammo yangi avtomobilga 10 million so'mlik majburiy qo'shimcha jihozlar qo'shiladi. Yana sug'urta va servis uchun 5 million so'm to'lashingiz kerak.
Natijada eski avtomobilingiz uchun yaxshi narx olgandek ko'rinadi, lekin umumiy hisobda 15 million so'm ortiqcha xarajat qilgan bo'lasiz. Shuning uchun menejerdan eski mashinamga qancha berasiz deb so'ramang. Yangi avtomobilning barcha xarajatlari qo'shilgan yakuniy narx qancha? Aynan shu raqam bitimning haqiqiy qiymatini ko'rsatadi. Hozir esa sizga avtosalon avtomobilingiz narxini ataylab pasaytirayotganini 2 daqiqada aniqlashning oddiy usulini ko'rib chiqamiz. Buning uchun avvalo avtomobilingizning real bozor narxini bilishingiz kerak. Lekin e'lonlardagi eng yuqori narxlarga qarash yetarli emas. Sizniki bilan bir xil model, ishlab chiqarilgan yil, komplektatsiya, probeg va holatiga kamida 10 ta avtomobilni toping. Eng qimmat va eng arzon variantlarni hisobga olmang. Qolgan avtomobillarning o'rtacha narxini chiqaring. Masalan, o'rtacha narx 200 million so'm bo'ldi. Keyin savdolashuv uchun taxminan 3-5% ni ayring. Shunda real sotuv narxi taxminan 190-194 million so'm atrofida bo'lishi mumkin. Endi avtomobilingizdagi kamchiliklarni hisobga oling. Kuzovda shikastlangan joylari bormi? Shinalarni almashtirish kerakmi? Texnik xizmat muddati kelganmi? Salon holati qanday? Shundan keyin siz avtomobilingizni e'londagi emas, real sotuv narxini bilib olasiz. Agar real narx 193 million so'm bo'lsa va avtosalon 185 million so'm taklif qilsa, farq 8 million so'm. Bu normal bo'lishi mumkin, chunki avtosalon ham avtomobilni tayyorlaydi, saqlaydi va keyin sotish xavfini o'z zimmasiga oladi. Ammo real narx 193 million so'm bo'lib, sizga 165 million so'm taklif qilishsa, farq 28 million so'mni tashkil qiladi. Bunday holatda birinchi taklifga rozi bo'lishingiz shart emas. Kamida 2 ta yoki 3 ta avtosalonga borib, mashinangizni bahosini bilib oling. Chunki bir xil avtomobil uchun turli dilerlar turlicha narx taklif qilishi mumkin. Ba'zilar avtomobilingizni tez sotiladigan model deb hisoblashi mumkin. Boshqalar esa uni xavfli yoki kam talab qilinadigan avtomobil deb baholashi mumkin. Shuning uchun tradingda ham savdolashish mumkin. Ko'pchilik buni bilmaydi. Menejer aytgan birinchi narx har doim ham yakuniy bo'lib qolmaydi. Shunda boshqa avtosalonning taklifini menejerga ko'rsatishingiz mumkin. Avtomobilingizning yaxshi holati, servis tarixi va qo'shimcha jihozlarni asos qilib yuqoriroq narx so'rashingiz mumkin. Ba'zan shu oddiy muzokaraning o'zi bir necha million so'mni tejab qoladi. Endi eng muhim savolga kelamiz. Qachon trading haqiqatan ham foydali bo'ladi? Birinchidan, avtomobilingizni tez sotishingiz kerak bo'lsa, masalan, yangi avtomobil uchun aksiya tugayotgan bo'lsa yoki uzoq kutish imkoniyatingiz bo'lmasa. Ikkinchidan, vaqtingiz siz uchun juda qimmat bo'lsa, har kuni qo'ng'iroqlarga javob berish, xaridorlar bilan uchrashish va savdolashish sizga noqulay bo'lsa, trading yaxshi yechim bo'lishi mumkin. Uchinchidan, xavfsizlik siz uchun muhim bo'lsa, mustaqil sotuvda notanish odamlar bilan uchrashish, test drive tashkil qilish, pulni tekshirish va hujjatlarni rasmiylashtirish kerak bo'ladi. Tradingda esa bu jarayonning katta qismini avtosalon bajaradi. To'rtinchidan, avtomobilingiz bozorda qiyin sotiladigan model bo'lsa, yuqori probeg, noodatiy rang yoki kam talab qilinadigan komplektatsiya sababli xaridor topish uzoq davom etishi mumkin. Bunday vaziyatda avtosalonning taklifi unchalik yomon bo'lmasligi mumkin. Yana bir muhim holat, trading uchun maxsus chegirma berilishi. Masalan, avtomobilingizni bozordan 8 million so'm arzon baholashdi, lekin yangi avtomobilga 7 million so'm chegirma berishdi. Natijada haqiqiy farq atigi 1 million so'm bo'ladi. Bunday bitim foydali bo'lishi mumkin. Lekin aksincha holat ham bo'ladi. Sizga katta chegirma va'da qilishadi, ammo keyin qo'shimcha jihozlar, sug'urta yoki servis paketi majburiy qilib qo'yiladi. Natijada chegirma qog'ozda qoladi. Shuning uchun yana takrorlayman. Har doim butun bitimni hisoblang, faqat bitta raqamga qaramang. Eski avtomobilingizning real qiymati, trading taklifi, yangi avtomobilning yakuniy narxi, qo'shimcha xizmatlar, mana shu raqamlarning barchasi bir joyga jamlangandagina haqiqiy manzara ko'rinadi. Ayniqsa kredit masalasida ehtiyot bo'lish kerak. Menejer sizga oyiga atigi 5 million so'mdan deyishi mumkin. Bu juda qulay eshitiladi, lekin kredit muddati qancha, foiz stavkasi qancha, sug'urta va komissiyalar bormi, oxirida jami qancha pul to'laysiz? Ko'pchilik oylik to'loviga qarab avtomobilning yakuniy narxini hisoblamaydi. Natijada ba'zilar eski mashinasini arzon topshiradi va yangi avtomobil uchun ham ortiqcha to'laydi. Bu esa bir bitim ichida 2 karra yo'qotishni anglatadi. Shuning uchun nasiyaga olayotganda ham menejerlardan bitta savolni aniq so'rang. Ustama haqlar bilan birga oxirida jami qancha pul to'layman? Javobni og'zaki emas, yozma ravishda oling. Shartnomani ham diqqat bilan o'qing. Eski avtomobilingizning bahosi aniq ko'rsatilganmi? Yangi avtomobilning narxi qancha? Qo'shimcha jihozlar majburiymi? Bitim bekor qilinsa jarima bormi? Avtomobilni qachon olasiz? Eski mashinani qachon topshirasiz? Menejer aytgan gap bilan shartnomada yozilgan shartlar bir xil bo'lishi kerak. Chunki keyinchalik og'zaki va'dani isbotlash qiyin bo'ladi. Endi esa hammasini bitta oddiy formulaga jamlaymiz. Mustaqil sotuvdan keyin qo'lingizda qoladigan real summa bilan trading taklifi o'rtasida farqni toping. Keyin yangi avtomobil uchun berilgan chegirmani ayring. Majburiy va qo'shimcha xarajatlarni esa qo'shing. Masalan, mustaqil sotuvda qoladigan sof summa 193 million so'm, trading taklifi 195 million so'm, farq 8 million so'm.
Agar siz uchun vaqt va xavfsizlik 8 million so'mdan qimmat bo'lsa, trading foydali bo'lishi mumkin. Ammo qo'shimcha xarajatlar yana 10 million so'mni tashkil qilsa, haqiqiy yo'qotish 13 million so'mga chiqadi. Ana shunda mustaqil sotuv haqida o'ylash kerak bo'ladi. Shunday qilib, trading sizning vaqtingizni tejaydi, jarayonni soddalashtiradi, xavfsizlik bilan bog'liq ayrim muammolarni kamaytiradi. Ammo bu qulaylik bepul emas. Muhimi uning narxini oldindan bilish. Agar farq kichik bo'lsa, trading juda yaxshi yechim bo'lishi mumkin. Agar farq o'nlab million so'mdan yetsa, shoshilmaslik kerak. Chunki yaxshi bitim menejer sizga yaxshi deb aytgan bitim emas. Yaxshi bitim barcha raqamlar hisoblaganingizdan keyin siz uchun haqiqatan ham foydali bo'lgan bitim.